otaning vazifasi deganda otada ham farzandda ham faqatgina bitta tushuncha shakllanib qoldida. Ota farzandiga mol dunyo, yaxshigina uy-joy, meros qoldirib ketish kerak degan tushuncha tushunilib qolgan. Haqiqatdan ham shunaqami desa, shu o'rinda Imom Zahabiy rahmatullohi alayhi aytgan qissa juda ham bir ajoyib javob bo'lar ekanda. Imom Zahabiy rahmatullohi alayhi o'lib to'shagida yotganlarida huzurlariga bir kishi kirib, "Ey imom, bizga hayotingizda bo'lgan eng ibratli voqeani aytib bering" deydi. Shunda Imom Zahabiy rahmatullohi alayhi aytadilarki, "Men Xalifa ibn Umarning huzurlarida edim. U kishi ham xuddi mendek o'lim to'shagida yotganlarida oldilariga bir kishi kirdi va ey ibn Umar, siz salkam dunyoga xalifa bo'ldingiz, lekin farzandlaringizga dunyo molidan hech narsa qoldirmayapsiz" dedi. Xalifa farzandlarini chaqirishligini so'radilar. Uchun huzurlariga farzandlar olib kelinganda ularga qarab yig'ladilar, chunki ular hammasi yosh edi. Va ularga aytdilarki, "Ey farzandlarim, mendan keyin sizlar yo solih kishi bo'lasizlar, yo fasod tarqatuvchi kishi bo'lasizlar, ya'ni dunyoda. Ya'ni bir inson uchun buni uchinchisi yo'q, yo yaxshi yo yomon bo'lasizlar. Agar solihlardan bo'lsangiz, men sizlarga nima uchun mol dunyo qoldirib ketayki? Chunki Alloh vallohi yatavalla solihin degan. Alloh solihlarni zoya qilmaydi. Rizqiga ham, umriga ham Alloh kifoya qiladi. Agar fasod tarqatuvchi kishi bo'lsangiz, nima uchun men mol dunyoyimdan qoldirib ketayki, meni dunyoyim bilan yer yuzida fasod tarqatasizmi?" dedilar. Va Xalifa ibn Umar olamdan o'tganlaridan keyin farzandlari o'sha davrning eng boy kishilar bo'lishdi. Chunki Xalifa ibn Umar farzandlarini solihlardan tarbiya qilgan edi, haqli tartib qo'ygan edi. Va davom etib Imom Zahabiy rahmatullohi alayhi aytadiki, Xalifa ibn Umardan keyin xalifani ham ko'rdim. U kishi farzandlariga 600 ming dirham, ya'ni bugunda 6 trillion dollar degan pul. Mana shuncha miqdorda pul qoldirib ketdi. Lekin u kishining farzandlari o'zining davrida eng qambag'al inson bo'lishdi. Eshik yurib tilani yurishganini ko'rdim deydi. Shuning uchun bugun otalarga, ya'ni umrlarini zoya qilib farzand uchun qattiq mehnat qilib uy-joy, yaxshi yashashlik uchun bir mol dunyo qoldirib ketdi deyotgan ota-onalarga bir eslatmoqlar aytardimki, bizni farzandimizga qoldirib ketadigan eng katta merosimiz ularni solihlardan qilib tarbiya qilish, ularga haqni haq deb tanitib qo'yishlik va diniy, dunyoviy ilmlarni olishida yordam berishligimiz ular uchun eng yaxshi meros bo'ladi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.